Qo'qondan yangi xonadonga nima deysiz? Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Yangi O'zbekiston massivida 5 ta 10 qavatdan iborat tayyor xonadonlar sotuvda. Asaka bankdan bo'lsa 20 yil muddatli ipoteka krediti asosida olsangiz ham bo'ladi. Shartlari shunaqangi qulay, menimcha ertaga kelib olib ketsangiz kerak. Ketdi. Men sizni oldin bu xonadonlar bilan tanishtiraman. Ana undan keyin kredit hamda sotuv shartlariga ham alohida to'xtalamiz. Ayni paytda hozir 53 kvadrat metrli 2 xonali xonadondamiz. Ko'rsangiz bo'ladi, hamma sharoitlari bor. Kelasiz, gilamni yozib, bu kerak bo'lgan 4 ta mebelni qo'yib yashayverasiz. Ortiqcha xarajat qilmaysiz. 33 kvadrat metrdan 71 kvadrat metrgacha bo'lgan 1, 2, 3 xonali xonadonlar tayyor ta'mirdan chiqqan holatda sizga topshiriladi. Kvadrat metri bo'lsa 7 million 200 dan 7 million 900 ming so'mgacha. Xonadonlarni ko'rdingiz. Nima deysiz? Sizni qiziqtirib qo'ydimi? Endi taklif eshitding, sizni aniq qiziqtirib qo'yadi. Asaka bankdan taklifi bombasi. Boshlang'ich to'lov 15%. Agar rasmiy daromadga ega bo'lmasangiz ham bo'veradi. Boshlang'ichiga 20% ni berasiz. Yillik 16% bilan 20 yil muddatga ipoteka kreditiga ham chiqazib beramiz. Tayyor xonadonlar. Foydalanib qolsangizchi, har doim bunaqa sharoitlarda, bunaqa joylardan chiqurmaydi. Bu xonadonlar sizni Qo'qon shahrida Yangi O'zbekiston massivida kutib turibdi. Shoshiling, yana ulgurmay qolish bo'lmasin.